Mehraj Chag'ir Oqtoshning O'zingga xush kelding kitobi haqida. Senga o'zingdan boshqa hech kim kerak emas. Eng yomon kuningni esla, men yoningdaman deganlar ko'p edi. Lekin o'sha og'ir kunlarda yolg'iz qolib ketmadingmi? Yiqilgan payting yana o'zingga suyanib, o'rningdan turmadingmi? To'yib ketgan paytlaring yolg'iz yig'lamadingmi? Sendan so'rayapman. Nomunosib odamlar uchun o'zingga nisbatan yetarlicha nohaqlik qilmadingmi? Odamlar keladi va ketadi. Qoladigan esa faqat sensan. O'zingga o'zing uchun g'amxo'rlik qil. O'zingni o'zing uchun ehtiyot qil. Hamma ketadi, sen qolasan. Yiqilsang o'zing oyoqqa turasan. Yaralansang yarangni o'zing davolaysan. Har doimgidek senga yoningdaman deydiganlar bo'ladi va yana shuncha dardni bir o'zing yengib o'tasan. Kimdir seni quchib taskin berishiga ehtiyoj sezasan va atrofga boqasan. Tevarak atrofingda bunday kimsaga ko'zing tushmaydi. Yana o'zingni bag'ringga bosasan. Manzilni taqdir belgilaydi. Inson esa yo'lovchi, to'g'ri yo'lni topish, yurishdan to'xtamaslik uning asosiy vazifasi. Yo'l-yo'lakay hayot haqida o'ylab olishga ulgurish esa hammasidan muhim. Hayot haqida o'ylash o'zlikni anglashdan, tuyg'ularni taftish qilishdan boshlanadi. Mehraj Chag'ir Oqtoshning qo'lingizdagi navbatdagi esse kitobi bu borada siz bilan dardlashadi, sirlashadi. Tuyg'ularingizni tushunib oling. Qalbingizga quloq tuting. O'zingizga xush kelibsiz.